Bir nadir kitobni qanchalik vaqt o'qib bo'lib bo'ladi. Eng muhim bo'lgani qanchalik vaqtda uning meg'izini, javhirini qo'llab o'zlashtirgili bo'ldi. Balkim siz oz deganda 15 kun, hatto bir necha oy deyishingiz mumkin. Men deyman 1,5 soatda biz bir sarxil kitobning turmush, tijorat, kishilik munosabatga bog'langan meg'izini, yeshimini ilib o'zlashtira olamiz. O bo'lsa-mu bizning naq maydon izdan kitob klubida. Endi biz Xotandagi shu naq maydon darsini o'ngishib tugatib oldik. Naq maydon do'stlar va boshqa do'stlarning talabiga binoan biz ayat kuchdan burun qadimgi Gretsiyalik olti donliq faylasufning hayot izlanish mevlari mujassamlangan bazaliq kitob Yuksak tasalli degan kitobning yeshimini naq maydon so'zlamoqchi. Bu kitob orqali biz tuvandagi savolga javob topa olamiz. Yana nemishqa hadislar bizni nasib asudi. Azobning qiltig'idan qanday qutulamiz? Qiyinchilik nimadan derak berdi? Xushallikning uchrasib qaysi? Hayotning ahamiyati qaysi? Nemishqa biz turmush va hayotda hadislar qimmat buyumliq narsalarni, masalani hal qilishning chorasi qilib olamiz. Shu mazmunlarga qiziqsangiz, turmush, tijorat va hayotdagi eng muhim bo'lgan kayfiyatingizni yaxshilaydisangiz, atiki naq maydon kitob klubimiz sizning yaxshi tanlashingiz bo'ladi. Faoliyatning vaqti atdigan Beijing vaqti 10:30 bilan ilchi boshlang'ich maktab udulidagi Zilola muzikalik choyxonasida bo'ladi. Unda bo'lsa naq maydonda ko'rishaylik.